Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Google Yandex xaritalaridan professional biznes uchun professional foydalanishni va juda ko'p bizneslar Yandex xaritalarida qilayotgan xatolarni ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. Birinchi o'rinda xatolarni ko'rib chiqamiz Google xaritalarida. Masalan, xaritaga kiramiz. Masalan, men hozir Zomindaman. Sartaroshxona deb qidiramiz. Sartaroshxona masalan. Sartaroshxonada mana kamchiliklardan juda ko'pi mana rasmlari yo'q umuman. Ko'pini telefon raqamlari ham hech bir ma'lumot to'g'ri joylashtirilmagan. Kamchiliklari. Hasanjon Sartarosh hech narsa joylashtirilmagan. Endi mana 3-4 kun avval mana Zominda men buni o'zim joylab berdim. Bir akaga professional tarzda joylab berdim. Telefon raqam, nechida ochilib yopilishi, rasmlari hammasi tiniq qilib joylashtirilgan va qidiruv tizimlarida ham sirazi chiqishni boshladi. Sartaroshxona deb qidiramiz. Mana bu ikkinchida, birinchida chiqib yotibdi mana Zomin Sartaroshxona. Bu professional joylashtirish hisoblanadi. Endi bu juda ko'p 70-80% bizneslar Yandex xaritalarida qilayotgan kamchiliklarni ko'rib chiqamiz. Masalan, o'zimiz Toshkentni ko'rib chiqamiz. Ovqatlanish joylari. Masalan, bular professional joylashtirilgan mana. Masalan, Vostochnik kvartal, Marmar. Bular ham yaxshi joylashtirilgan, lekin oxirgi detalnisi mana bu yerda belgi bo'lishi kerak mana. Verifikatsiya belgisi. Tasdiqlangan belgisi. Bu qanday foydasi bor? Bu tasdiqlangandan keyin siz juda ko'p imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Istoriyalar qo'ysangiz bo'ladi, logotiplarni qo'ysangiz bo'ladi, menyu, qo'shimcha rasmlar, fikr mulohazalarga bemalol javoblar qaytarsangiz bo'ladi. Statistikani ko'rib tursangiz bo'ladi. Eng zo'ri statistika, qancha odam ko'ryapti, qanaqa kuluvchi so'zlar bilan sizni topayotganini polni ko'rsangiz bo'ladi Yandex biznes orqali. Oshpazda ham mana kamchiliklari juda ko'p. Shunchaki oshpaz.uz ekan. Qahvaxona, restoran. Verifikatsiya qilish kerak buni ham. Mana siz bu tashkilotning egasimisiz bo'lib turibdi. Hali hech kim shunchaki ro'yxatdan o'tkazib qo'ygan bo'ldi va verifikatsiya qilish kerak buni. Endi mana men o'zim qilib berganimni ko'rsataman. Ibrat Med Clinic'ga professional tarzda qilib berganman mana. Verifikatsiya belgisi bor. Pul videolar qo'yib, professional tarzda foydalansa bo'ladi Yandex xaritadan. Hikoyalar qo'yib, tovar va xizmatlar, barcha afzalliklardan bemalol foydalansa bo'ladi. Shunaqa mayda xatolarni juda ko'p qilishmoqda. Agar sizga qiziq bo'lsa, opisaniyada Telegram, telefon raqamlarimni qoldiraman. Bemalol murojaat qilsangiz, biz sizga yaxshi narxlarda professional tarzda Yandex, Google xaritalariga, qidiruv tizimlariga biznesingizni joylab beramiz. Bu davomli tarzda sizni mijozlar bilan ta'minlaydi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.